Samarqandimizning eng talabgor rayonlarida, vokzal hududida 90 kvadrat metrdan tashkil topgan yangi kvartiramiz sotuvga chiqdi. Keling, obzorni har doimgidek pod'ezd eshigidan boshlab ko'rsataylik siz uchun. Remontlarimiz juda ham sifatli bu kvartiramizda. Pod'ezddan kirib kelish eshigimiz juda ham katta prixojay mebellar qo'yilgan, zerkalniy zona, gilamlari to'shalgan, mana shunaqa chiroyli fosforli kafellar qo'yib o'tilgan. Bu tomonda ham dekorativni juda ham chiroyli joylar qilingan. Koridorimizdan to'g'rida kelishimizda uyimizda ikkita bolajonlarimiz uchun mo'ljallangan детский spalnisi, kattagina garderobni zonalari bilan birga. Uyimiz remonti qimmat aboylarda chiroyli dekorativni kartinalar qo'yilgan va bu bo'lsa uyimizni взрослый spalnisi, ya'ni родительский spalnisi. Kattagina oynalari bo'lgani sababli uyimiz juda ham yorug'. TV zonasiga gap bo'lishi mumkin emas. Kattagina TV zona, yumshoq mebellar qo'yib o'tilgan. Kattagina garderobni zona va bu tomonda zerkalniy zona qilib o'tilgan. Hashamatli mehmonxonasini ko'rsataylik. Kattagina mehmonxona o'zini konditsionerlari bilan birga juda ham katta stol-stullari qo'yib o'tilgan, dizaynerskiy emulsiyalarda remont qilingan. TV zonasini ko'ring. Kattagina ulkan Sevintage brendidan televizor, juda ham chiroyli dekorativlarda, Baron Doors eshiklarida uyimiz. Va bu tomonda bo'lsa uyimizda kuxnyasi bo'ladi. O'zining obedniy zonalari bilan birga. Immer texnikasidan hamma kir yuvish mashinasi, xolodilniklar qo'yib o'tilgan. Kuxnyamiz gulxo'y bo'lishiga qaramasdan kattagina vычка sistema qo'yilgan. Havo qolmaydi uyimizda. Keling, operator. Razdelniy bo'lgan san'uzullarini ko'rsataylik. Razdelniy san'uzul. Bu esa ikkinchi san'uzulimiz bo'ladi. Uyimiz vokzal Med Expert yonida joylashgan 10 qavatli domning 7-qavatida 90 kvadrat metr boya aytib o'tgandek. Uyimizning narxi 1 milliard 320 million so'm. Sizlar uchun yana ham savdo qilib olib beramiz. Pastdagi telefon raqamlariga telefon qiling.